marketplace'larda trendy bo'lgan tovarlarni ko'rsatib o'taman. 2021dan to dalch ketadi. Sababini ham aytib o'taman. Nima uchunki, hozir bilasizlar, Samsung telefonlarida barcha modellariga Type-C zaryadnik blok pitaniyasi chiqmaydi do'stlar. O'shani trendy tovar deb hisoblayman. Marketplace'ga kirib sotmoqchi bo'lsalar ham zo'r tovarlardan biri bo'ladi. O'zlaring ko'rib turgandek, mana bu yerda barcha tovarlarimizni o'sha aytayotgan tovarlarimiz qo'yganman. Xo'p, bu yerda mana tovarlar bor. Bu yerda Mi kompaniyaning tovarlari bor. 120 vatlik, 45 vatlik, 65 vatlik, короче, juda ham ko'p tovarlar. Dalchi mana bu tovarlar bo'ladi. Bu tovarlarda hammasini narx-navolarini men Telegram kanalimda qoldirib o'taman. Shu поставщикni men telefon raqamlarini qoldirib o'taman, pavilyonlarni qoldirib o'taman, adreslarni hammasini bizning Telegram kanalimda topsangiz bo'ladi. Bu поставщик bilan men davomli ishlayman, где-то 3 yil bo'ldi ishlayman do'stlar. Men o'zim sotayotgan tovarlar bilan sizlar bilan bo'lishyapman do'stlar. Так что bu постоянно trendda bo'ladi. O'zlaring ahamiyat berib turgan bo'lsalaring, aytganimdek, Samsunglarda barcha turlariga, barcha modellariga blok pitaniyasi yo'q.